Hyunsu ismli bu yigitning xatosi o'sha qizni o'sha kechqurun mashinasiga o'tqizgani edi. Bugun biz sizlar bilan detektiv ko'ramiz. Hyunsu oddiygina student bola edi va u juda ham samimiy edi. Bir kun kechqurun Hyunsuning kursdoshlari uni o'tirishga chaqiradi. Buni eshitgan Hyunsu albatta boraman deydi va uyda adasi borligini bilib, adasining mashinasini so'ramasdan haydab ketadi va u yo'lda svetoforda to'xtab turganida bir qiz mashinasiga minadi. U juda ham chiroyli qiz edi. Uning ismi Gukfa edi. Buni ko'rgan Hyunsu "Men taksi emasman" deydi. Qiz esa mashinaning tepasida taksi deb yozilgan narsani ko'rib, "Sen ishlaging kelmayaptimi? Uyimgacha olib borib qo'y" dedi va Hyunsu bu chiroyli qizga rad eta olmaydi va uyigacha olib borishga qaror qiladi. Va shu vaqtda Hyunsuning mashinasining benzini tugidi va ular zapravkaga boradi. Zapravkadan chiqib esa morojniy yeyishadi va qiz Hyunsuni uyiga taklif qiladi. Hyunsu u yerga borgandan keyin qiz unga har qanaqa ichimliklar beradi va ular ozgina birga vaqt o'tkazishadi. Birozdan keyin Hyunsu uxlab turgandan so'ng qizni yomon ahvolda topadi. Qiz juda ham bir ahvolda edi va Hyunsu shokda bo'lib qoladi. "Buni men qilmadim, buni men o'ldirganim yo'q" deb hayron qoladi, chunki qiz juda ham qontalash edi. Va tezda u yerdan qochganida politsiya qiz uyiga keladi va shunda hamma dalillar Hyunsuga qarshi bo'ladi, chunki Hyunsuning mashinasida video registrator ham o'chiq edi. Qizning uyida esa Hyunsuning barmoq izlari edi har tarafda va begona barmoq izi yo'q edi. Hamma dalillar Hyunsuga qarshi bo'ladi va Hyunsuga juda ham katta sud qarori qabul qilinishi kerak edi va o'shanda bir detektiv Hyunsuni himoya qilishga keladi. Bu film agar siz detektiv janrini yoqtirsangiz, обязательно ko'ringlar. Aytgancha eng sara filmlar, dramalar, seriallar uchun kinoteatr kanaliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.